Muhim savol. Inson tahoratsiz holda Allohni zikr qilishi, payg'ambarimizga sallallohu alayhi va sallam salovat aytishi yoki istig'for aytishi mumkinmi? Ushbu videoda ustoz Abdulloh domla ushbu masalaga dinimiz ko'rsatmalari asosida aniq va batafsil javob beradilar. Videoda quyidagi mavzular yoritilgan. Tahoratsiz zikr qilish hukmi qanday? Salovat va istig'forda qanday holatlarda aytish afzal? Qaysi amallar uchun albatta tahorat shart? Kundalik hayotda tilimizni zikrga qanday o'rgatish kerak? Do'stlaringizga ham ulashing. Sizning birgina podelitsa tugmasini bosishingiz kimningdir ilm olishiga sababchi bo'lishi mumkin. Savobga sherik bo'ling. Siz bilan bizni yaratgan Parvardigorimiz subhanahu va taolo aytayapti: "Ogoh bo'linglar, ko'zinglarni ochinglar. Inson faqatgina qalbi Allohni zikr qilgandagina orom oladi." Bugun zikr haqida suhbat qilamiz. Alloh taoloni zikr qilishdan ko'ra qalbni ochadigan boshqa amal yo'q. Alloh taoloni zikr qilishdan ko'ra savobi ulug'roq bo'lgan amal yo'q. Demak, insonning qalbini ochilishligi, yuksalishligi Allohning zikriga bog'liq bo'ladi. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi: "Fazkuruni azkurukum." Ey bandalar, meni eslanglar, meni zikr qilinglar, men sizlarni eslayman. Bilasizlarmi? Yer yuzida bir jannat bor. Allohning zikri degan jannat. Allohning zikri bu yerdagi jannat. Kim mana shu yerda yashab turib shu jannatga kirmagan bo'lsa, oxiratdagi jannatga kirmaydi. Ilm majlisi, Qur'on tilovati, Allohning zikri bo'lgan halqalar. Mana shu zikrda o'tirgan odam jannatga kirgan hisoblanadi yer yuzidagi. Endi yer yuzidagi jannatga kirdimi, inshaalloh oxiratdagi jannatga ham kiradi. Allohning zikri, birodarlar, qalbni toyilishdan, mashaqqatlardan, iztiroblardan qutqarish degani. Allohni zikr qil, birodar. Zikring uni orqasidan keladigan foydalar uchun bo'lib qolmasin. Juda ham nozik nuqta shu. Boshida aytib qo'yay. Allohni zikr qilsang, Allohga yaqin bo'lasan. Maqsad shu bo'lsin. Allohni zikr qilsang, Alloh seni yaxshi ko'radi. Allohni zikr qilsang, uni muhabbatiga erishasan. Mana shu maqsadda zikr qil. Undan keyin keladigan narsalar Allohning hadiyasi deb qara. Ha, mana zikrda moncha aytsam, mana qanday bo'lar ekan, duoda moncha o'qisam, mana qanday bo'lar ekan degan niyatda aytib qo'ysang, unda adashasan. Allohning roziligi uchun, Allohning muhabbati uchun, Allohga yaqin bo'lish uchun degan niyatda zikr ayt, shu zikring to'g'ri bo'ladi, shundan keyin u zikrning foydalarini ko'rasan. Kim Alloh uchun 40 kun taqvo qilsa, uni tilidan hikmat chashmalari otilib chiqadi degan hikmatni eshitdi bir odam. 40 kun Alloh uchun taqvo